Mo'min odam xotirjam bo'ladi. U mo'min odamni oddiy odam deb qabul qilmaslik kerak. Chunki 3 ta haqiqatni bildi u. Birinchisi ilmni bildi. Haqiqiy ilmni bildi. Alloh taoloning yakkaligini bildi. Allohni Razzoq ekanligini, Allohni saqlovchi ekanligini, Alloh taoloni qo'llovchi ekanligini bildi. Ikkinchidan, axloqli bo'ldi. Ana shu iymoni hayotda qanday yashashni ko'rsatdi, xulqlarni o'rgatdi. Uchinchisi, jamoliy bo'ldi. Ya'ni uni ham yo'g'i chiroyli bo'ldi. Allohni tanigandan keyin, hayotda qanday yashash kerakligini ko'rganidan keyin, uni so'zi ham chiroyli bo'ldi. Sabri ham chiroyli bo'ldi. Bo'layotgan har xil ko'ngilga yoqmaydigan hodisalarni qabul qilishi ham, sabr toqat qilishi ham chiroyli bo'ldi. Ulaika lahumul amn. O'shalargina xotirjam bo'luvchi. Inson uchun ikkita ulug' ne'mat: to'g'rilik va tinchlik. Falyabudu robb hadzal bayt allazi at'amahum min ju' va amanahum min xawf. Quraysh qabilasiga Alloh taolo bergan ikkita ne'matini minnat qildi. U zot ularni ochlikdan qutqarib, taomlantirdi va xavf va xatardan tinch qildi. Bir insonni Alloh taolo qalbini xotirjam qilib qo'ygan bo'lsa, katta ne'matni beribdi. Bozor o'ldi, ish avvalgidaqa bo'lmay qo'ydi deydi ayrim savdogar birodarlarimiz. Ya'ni ish avvalgidaqa bo'lmayapti degani, nima bo'lmayapti avvalgidaqa? Kirim bo'lmayapti. O'zi bor, 15 yillik to'plab qo'ygani bor. G'amga kiryapti. Endi xuddi bor, ancha bor. Xuddi shu vaqtda o'zida qo'lida atyorkasi, ombiri bilan motorist, elektrik bolalar bor, kunlik tirishligini topib yeydi. Ulardan kun o'tyapti. Masalan, ustalar orttirib qo'ygan pul yo'q, asbobi bor qo'lida, suvoqchimidi yoki devorkashmidi, instrumenti bor. Uni nima qilsin unda? Siz 15 yil topib qo'ygan pulingiz bilan nima bo'lar ekan deb xavotirga kirsangiz, bu nima bo'lish kerak unda? Buni nima quvvat beryapti qalbiga? Alloh taolo bir qavmni, shaharni yoki mamlakatni balolamoqchi bo'lsa nima qiladi? Astagfirullah. Daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirib, u tinch, sokin shahar edi.